Bemorimizda onaxon tosh tiqilgan, ko'rib turibsizlar, buyrak ishib yotibdi. Parenximasi почти yo'q. Isitma ozginagina eski protsess bo'lgani uchun nefrostoma drenaj qo'yishni lozim deb topdik. Mana ko'ryapsizlar, eski protsess. Igna bilan buyrakni mana teshdik. Mana ko'rib turibsizlar, igna o'ynayapti. Bu siydik chiqaruv, ya'ni siydik jom, buyrakdagi jom kosacha sistemasiga tushdik. Mana shu joydan endi sekin mana ochamiz, ignadan nima chiqadi. Ignaning ichidan mana bunday yiring chiqadi. Mana ko'rsanglar, mana yiring. Ya'ni biz to'g'ridan-to'g'ri toshni olmasdan nefrostoma qo'yishni tavsiya qilgandik. Bizning fikrimiz o'z tasdig'ini topdi. Ya'ni buyrak yiringlab ketgan. Mana ko'rib turibsizlar, zgushonkaga o'xshagan yiring. Bunaqa paytda rentgenda biz buyrak ichidamiz, ichi to'la yiring. Ya'ni bunaqa fazada faqat buyrakka drenaj qo'yish amaliyoti bajariladi. Tosh haqida gap ham bo'lish mumkin emas. Bujlarni qo'yamiz, bujni qilamiz va buyrakka turibga o'rnatamiz.